Bilmeydu hiç kim. Beni bekçin dedinla belki. Ben aslida mettehi barat. Vay buluşlu yürsen ölçerlep. El otu di barat moçenlep. Vay buluşlu yürsen ölçerlep. El otu di barat moçenlep. Yaşaşnıyım Apınım netecep Ayaşnıyım Men sırdışıyım Mına kıyaşnıyım Men aslida levz için barım Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep Vay buluşlu yürsem ölçerlep El otu di barat moçenlep Qanday ukam avvalinglar? Yaxshimi obda tudinglarmi? Yaxshi aka qanday ahvoling? Ha. Faoliyat tugdimi ukam? Tugdi ya. Ha. Qanday bo'lsin? Bu lozukini ishlatmayotgansizda, ha? Ha, yig'ishtiryapmiz buni. Ha. Qanday bo'lsin ukam? Men lozukini men berversam bo'ladimi? Bo'ldi aka, mana ishlatdim. Ha, to'xta. Ma'ni qilsan. Ana aka. Ha. Ukam. Rahmat ukam. Rahmat. Bo'lsa aka buni? Ha. Bu Aras. Mimi uyda bir faoliyat qilaydi endi. Rahmat ukam. Ukam. Mani ishlatmisanglar? Mani berib o'tamsizlar ya. Aka, kimlikni akasini shirkatga berib yotmaylimi ha? Şirket, üzerine kalsın. Rahmet. Ne maifken. Ne maifken. Yarın barmağan toyga men kandak bıralaymen. Yarın köngli bek nazik Ayşem gül Çay koyup alalmaymen Ayşem gül bala Hey! Kim o? Ha? Sencan? Sencan ukam qanday ahvol? Voy Sencan ku. Voy Sencan jingli. Men Barat. Voy ukam, elqi poska, ishdan paypaq, elqi sunay, shumak satqachi elqi. Shu Barat. Sencan ukam. Voy Sencan jingli. Manda bir ishda sizga bir mesaj salgan bir azroq bir ish vardi. Voy ukam. Bir vaqtingiz chiqqan bo'lsa jinim ukam. Uyga bir kelib ketgan bo'lsangiz. Voy vaqtingizni oldigan bo'ldim. Jinim ukam. Bek muhim ishda. Men uyni saqlab turay bo'landa uyga bir shaq qilib kelib ketgan ukam. Ma'qul. Rahmat.
bo'ldi. Rahmat, uka. Maqla. Anda o'saqo, nima o'z saqla, ya. Bo'ldi. Xo'ton. Bilal. Voy, mana men. Bilal yo'q-ku. Ha, Bilal bo'lmasa ketgan. Men sizlar degan narsani keldim mana. Voy. Ha. Qo'rqmaydi vaqo Bilalga ichki talqinlamaydi. Voy, ajab yaxshi. Voy, biroq bu bolalar maktabda ishlatadigan qalamga o'xshamaydi-ku. Sen nimni biladsan? Men vaqo cho'ng boshliqda ishlatadigan qalam menda. Bilalga deb qo'y. Men vaqo maktab bittagcha yetkizsinchi-mu? Voy, ma'qul yetkizsin. Sen deganda kirlik nima ekan? Ajab yaxshi. Voy, bu lozung ekan-ku. Ha? Bu qanday kirlik? Bu lozung ko'sini bo'pti, yep yangroq tumamda. Asli do'konga kirib olay degan. Men vaqo bekarlik uchrab qoldi, bekarga. Voy, buni ustida xat bo'lsa, buni qanday kirlik qilib ishlatgan bo'ldi? Qiziq kelib qoldi ekansa. Xetos nim bo'pti, hey, xetos nim bo'pti. Do'kondan olsaq menga mana gulva, bo'ygan raqal emas. Men xetini astiga, ta'tirni tubi qilib mana u yerdan kesmada o'xshab qilsam bo'ldi. Yangroq emasmi? Aras, bu gapni qo'yib turaylik. Sen deydigan bir qo'sh qarab. Makla? Ha, ma'qul. Makka. Qarxo'to. Ha. Esenjon baqo telefonni qaytirdi. Voy, andaqda do'konni almashtirib turgan bo'ldimi? Voy, do'kondan ketmas, atib uyga kirib chiqdim deb taklif qo'ydim uyga. Ha, atlikmi? Ha, at kechda. Ha. Shunga nima tamoq qilsan ular? Nima etsek bular? Petermanta. Voy, kun qayoqdan chiqib ketdi? Odatda go'sht chiqib ketdi deb faqat Petermant atqizmaydilar. Kun ma yanchiqdan chiqdi. Bingshangchi quruq turibdi. Ha? Ma parchig'imni kesib Petermant itimanma ata. Anda qilsang-ku taz yaxshi bo'ladi, biroqda sening go'shangni yegin olmaydi. Anda qilmay atlik ondan go'sht kirib biranglar. Men o'xshito Petermant itay bo'lamdi. Go'shtni ekirpirma, lekin raus kutmasang bo'lmaydi-mi, xotin? Ma uyga oyda yilda bir mehmon kelmasa, qandoq kutamanki, atlik bir ko'rib yiqinlajimi? Magiping joyida bo'ldi. Cho'qib shundan kutmasang bo'lmaydi. Shuning bilan bog'liq Aysanjon rausni kutib etsak, do'konimizni yaxshiroq o'ringa yo'tkab bersa, biz matat vash pul deb ketsak, senga mukofoti bor. Ay, deganlaringni kelsin. Bo'z bundaq mehmonni restoranga olib mehmon qilsanglar yaxshi bo'ladi. Hamma odam ashnaq yerga olib mehmon qildi kelsin. Voy, anda qilsak bo'lmaydi, xotin. Uning ustiga Aysanjonga ati uy kirib chiqdi. Sizga deydigan, sizga bilan qilishadigan muhim maslahat bor deb qo'ydim, xotin. Uning ustiga restoranning tamoqlari bor, zardan qimmatligina. Bir jo'zi tamoqning puli bor, yo'g'o qo'chqadim bir skilni qara. Uni to'yab yesak bor, yerim shini yeymiz emasmi, xotin? Men bor, bu restoran, bo'shang degan bilan bor. Faqat xo'sham yo'q. Haras xotin. Menga kirib bir qarab boqaylik. Bengshangda qanchalik birim bor, nima kam, nima yo'q, nima bor. To'liqlab turinglar bo'lsa. To'liqlab turay. Yo'q narsa, hammasi boqib turinglar. Tuzuk tayyorlab qilmasak bo'lmaydi. Ishimizni muhim xotin, bu ishni vaqt to'liq tezlik Xotin. Hey, to'liq mitildab emas, tezroq bo'lmamsa, Aysanjonning kirdigan vaqti bo'lib qoldi. Voy, mana, hamma narsa tayyorladi. Aras. Aysanjon yomon aldirash edi ma'vo. Sen bog'o, mandirni qasqon qilib qo'ya. Hozir sevdimi? Do'sti, suvxonga kirib chiqay. Bo'ldi. Hay Berat, mehmon geldi, bulunlar. Bu öy xili cho'nkan, ha? Necha kvadrat? 85 kvadrat. Bo'ldi ekan.
Mehman kirdi mi? Ana balans. Yaxshimi? Keling. Qani, choy iching. Rahmat. Siz o'tiring. Qani. O'tiring. Qani, choy ichinglar. Qani, og'a o'tiring. Voy, navbatdan sep. Voy. Qani, sen chiqib go'shtni chiqarjimi? Oy. Voy. No, ara ulan. Ha, keling. Mek. Teşekkür. Voy, nima emas? Boy sog'an go'shtmi shu? Qani, issiq yumshoq pishdi. Issiqni toziq yumshoq yana. Qani. Hayla. Sizmi bu ko'nglingizni dab beting. Menmi ko'nglimnikini dey. Bir kelish qolamiz. Serg'ashni eling. Serg'ash yana. Go'sht olmaydi. Voy, alqi, xotingiz bilan og'ash kelmabsiz, xoningiz birga kelgan bo'lsa, undan tanishib qolar ekanmiz-ku. Voy, sizlar nima qilsizlar? Elingni beqingni deb dilni yemadingizlar. Men mehmonchi tortilib qoldi bo'lsa, undan yemay. Hozir beqinglar. Ayolim ishdan chiqib bo'lolmay. Sana ekilemeye kaldım. Mantır pişiyordu da. Hazır az kaldı pişirdim. Hemen çıkıp karapak atıyor. Aldırmayam. Yılınızı çorapkar mısın? Ya, göz bek yumuşak. Bek tatlı tuttu. Şunda yumuşak pişti. Bek uzun kayın demez mi? Yan. Alem kim o? Hasancan şudu. Bunu nereden soramsızlar? Kava Xotan. O Hasancan emez. Nima? Hasancan emas? Kılavatkan işin var Xotan. Siz zaten kim bulsanız? Bizning uyda nima ishimiz var? Benim ismim Yakupcan. O'zinglar uy sotamiz deb e'lon chiqarib qo'yapsan-ku. Shu uyni ko'rib qarab kirdim. Biz uy sotamiz demadik. Sotadigan uy bor-ku. Ma bizning uyning udildiki uy. Sotamding ya. Yo'q. Men xatolashib qolibman-da. Xapamanglar. Yeydiganni yeb bulab. Balduroq demay. Bu nima deganingiz a? O'zingni eshikdan kirgichi go'shtlarni chiqib memoq ketdinglar. Ham shu uyni setib olib shunda qilayotgan o'xshaydi deb yalaveribdimi? Qismasiz qolibdi-da. İntayin çoğun uxuşmaslık oldu. İçinişlik uxuşmaslık oldu ukum.